qo'pol qilayotgandan to'yxonani hidi qilyapti, to'g'risini aytganda. Rahbariyat ham eng qiziq bilamiz deyapti. Odam ishtahasini bo'g'yapti. City Mall'dagi Western Nurga kelganmiz. G'arbiy Nur ekan. Lamolarni maqtashdi, mazasini ko'ramiz. Xitoyliklar hamma narsani o'ylab topadi. Mana qarang. Biz o'zimizga uyg'urcha lamo, klassik noodle, keyin salatdan oshlan qo'yayotganmiz. Birinchisiga klassik noodleimiz keldi. Endi sovuq qolmasligi uchun buni olib turamiz. Uyg'urcha lamomizda kelyapti hozir. Boshqacha lekin. O'zgacha ta'm lekin yoqotdi menga lekin. Yomon emas. Ko'pincha xamirga e'tibor beraman. Bir xil joylarda xamirlar pinchilab qoladi-yu, bu unaqa emas ekan. Go'sht lekin chalib pishibdi. Go'sht naqman. Rampus yaxshi lekin. Ko'rib turgan edi, lamonimizga keldi. Ko'rinishida yomon emas. Bismillah. Buni go'shti уже boshqacha, yumshoq qilib pishirdi. Lekin mana klassik noodle'imiznikini go'shti menga yoqmadi, to'g'risi bunisiga yoqdi lekin. Bismillah. Ovqat yeb ko'rdim. Xamirlarning qattiqligi birkilab turibdi. Go'shtlar yumshoq pishgan. Endi bu klassik noodle'imizni xamiri birkilab turibdi, lekin go'sht sal chalab pishgan. Uncha yoqmadi. Ovqatimizni kelgani bitdi. Bu tarafi sal hid kelyapti-da, to'g'risi. Ovqat yomon emas, yaxshi. Soch xamirlari zo'r, lekin qanaqadir hid kelyapti. Qo'pol qilayotgandan to'yxonani hid kelyapti, to'g'risini aytganda. Hozir olib borib ham ko'rsatamiz egalariga. Xamirlar qattiq. Yomon emas, mana shu hidi sal odam ishtahasini bo'g'yapti. Rahbariyatga ham aytdik, ogohlantirdik. Rahbariyat ham eng qiziq bilamiz deyapti. Ovqatlar hidi bor. Qanaqadir qo'pol qilayotgan to'yxonani hidi kelyapti desak, rahbariyat bilamiz deb turgandan keyin men bilmadim.